Salom do'stlar, bugun sizlar bilan meni Instagram kanali. Bugun sizlarga men nastroykani qanday qilib to'g'rilashni o'rgataman, ya'ni plyuscha shularni qanday to'g'rilashni o'rgataman. Qani bo'lsa ketdik. Nastroykaga kiramiz. Bu yerdan video bo'limiga o'tib pastroqqa tushamiz va mana bu yerda Pocket Classic turadi. Mana klassikni bosib qo'yamiz, keyin oxirida aytaman nima kerakligini. Va keyin touch bo'limiga o'tib, biza pastga tushib, shu kamera birinchi o'rinda biz mana change control modni bosib xohlaganingiz mana uni. Men o'zimga o'rganib qolganman. Bo'lsam biza kontrolga kiramiz va mana bu kattani bosib, optikalni bosib xira qilib qo'yamiz. Bo'ldi. Bu yerdan chiqamiz. Shu kamera shuni bosamiz. Va maktan split controls bossak, akkauntga kirib mana nomimiz yozilgan. Game mana uni torchaga o'tkazib qo'ysanglar, mana do'stlar, mana plyuscha va operator kamera shu kamera o'sha. Mana buni ko'zchan paydo qiladi. Bemalol siz bosib o'ynashingiz mumkin. Maza qilib videolar olsangiz bo'ladi. Hammaga salom do'stlar deb. Do'stlar, qaranglar, xira bo'lib qoldi ancha. Mana oldin pastda turardi. Hozir deb qo'ysanglar bo'ladi. Men kompyuter versiyam o'rin topolmadim. Shuning uchun o'zi so'rayman. Do'stlar, shuning uchun kechirasizlar. Lekin bu mod ham, bu mod emas, nastroyka ham ajoyib. Bemalol urib yuraverasizlar. Do'stlar, Telegram kanalimizga ham o'tib obuna bo'lib qo'ying. Havola kommentariyada yoki Telegram kanali havolasi kommentariyada bo'ladi. Hammaga xayr va ko'rishguncha. Telegram kanalida biz yangi modlar tashladik. Uni ham yuklab olib, maza qilib o'ynang. Qanaqa video shu o'z nihoyasiga yetdi. Hammangizga